Mendan agar eng zararli ozuqa nima deb so'rashsa, albatta birinchi o'rinda transjirlar degan bo'lar edim. Bular trans yog'lar. Siz har kuni yozuvi chiroyli mahsulot orqali organizmingizga sekin asta zahar kiritayotganingizni hatto sezayotganingiz ham, bilayotganingiz ham yo'q. Trans yog'lar bu sanoatda qayta ishlangan yog'lar. Ular mahsulot uzoq vaqt buzilmasligi uchun yoki uni ta'mini yaxshilash uchun ishlatiladi. Lekin bunday yog'lar hujayra membranasini buzadi, qon tomirlarini toraytiradi, yopadi, yana gormonal sistemasini ham izdan chiqaradi. Qon tomirlarida aterosklerozni rivojlantiradi, insulin rezistentlikka sabab bo'ladi, diabet xavfini kuchaytiradi, yurak tomir kasalliklarini rivojlantiradi, gormonal disbalansni keltirib chiqaradi. Ayniqsa ayollarda terida erta qarish, yallig'lanish, ajinlar, donachalar, toshmalarga sabab bo'ladi. Har qanday iste'mol qilayotgan mahsulotingizni tarkibini albatta o'qing. Agar gidrogenizirованный, ya'ni gidrogenizatsiyalangan degan so'zni ko'rsangiz, uni to'g'risi uloqtirib yuborganingiz ma'qul. Esda tuting, sog'liq bu faqat sport zalda sakrash emas. Bu har kunlik og'zingizga kiradigan luqma ham. Trans yog'lar qanday ozuqa mahsulotlarida borligi haqida opisaniyada siz uchun ma'lumot qoldirdim. Albatta tanishib chiqing. Foydali bo'ladi.